51-misolda to'g'ri chiziqlar ABC nuqtalar uchun AB 15 cm, AC 20 cm va BC 35 cm ekanligi ma'lum bo'lsa, ABC nuqtalarining qaysi biri qolgan ikkitasini o'rtasiga yotadi deyapti. Bunda to'g'ri chiziq chizib olamiz. Bitta A, bitta B demaymiz ekan endi. AC 20 deyapti. Agar bitta B deb qo'ysak, B, C deb turaylik. AC ni 20 deyapti. BC ni 35 deyapti. Bitta katta bo'lib qoladi keyin. Shuning uchun bit C bo'lar ekan, bit B bo'lar ekan. Shunda AC 20, BC 35 bo'lar ekan. C ikkalasini o'rtasida yotar ekan.